10 yil birga yashagan erimning xiyonatiga chiday olmayapman deb bir obunachim yozib qoldilar. Onasi, ishimizga yuqori tashkilotlardan tekshirish kelgan. Birovlarning qilgan qing'ir ishlari kasriga biz ham qolyapmiz. Meni duo qilib tur, so'roqdan omon chiqay deb ketgan erim yarim tunda uchta xiyol kayfda kirib keldi. Ungacha 100 marta telefon qilsam-da ko'tarmadi. Qo'rqqanimdan Allohga yolvorib, yig'lab duo qilib chiqqanman, to erim kirib kelguncha. Nega telefonimni ko'tarmadingiz desam, so'roqdan chiqib ovqatlandik. Ozroq stressni yechdik dedi. Erimning sog'-salomat kelganida men xursand shukrlar aytibman. Ming afsuski, bir necha kundan keyin telegramlarida massajchi axloqsiz ayol bilan yozishmalarini topib oldim. Eng alam qiladigani esa o'sha kecha men yig'lab Allohga yolvorib chiqqan kunim erim o'sha ayolning quchog'ida bo'lgan ekan. Shu kundan beri tirik murdaga aylandim. Qornimga emas, qadrimga yig'layapman. Shuncha yil qayerga desa orqasidan yukumni ko'tarib yurdim. O'zimni butkul unutib erimga, bolalarimga, ro'zg'orimga o'zimni bag'ishladim. Kerak bo'lsa erimning zimmasidagi vazifalarni ham o'z yelkamga ortdim. Ishi og'ir dedim, lekin kechira olmayapman. Opa qanday yuragimdagi otashni sovutay deya obunachim o'z maktublarini tugatibdilar. Bu xabardan rosti lol qoldim. Nahotki vatanga sadoqati yuksak bo'lgan vatan qo'rg'onlari ham xiyonat qilishsa.